Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Mana do'konimizda premium klassdagi naborlarimiz chiqishni boshladi. Narxlari ham juda ham zo'r chiqqan. Mana oyoqchalari bor, bochka shaklidagi premium klass. Razmerlari eniga 60, balandligi 40, kichkinasi eniga 50, balandligi 30. Ochoq. Naborini ko'ryapsizlarmi? To'laligini hamma narsa bor. Lapatkalarigacha fanar, bolta yig'iladigan pichoqlari, bunaqa chopqilari, ochadigan lapatka, murch maydalaydigan pichoq, vilka, kurushkalari, sixlari, ovqat pishirishga naborlari, hamma narsasi bor. Endi kattasi. Mana buni ko'ringlar, chiroyliligini. Judayam mukammal qilib ishlangan. Buni jajgalkalarigacha bor. Hamma narsasi bor. Bolta, chopqilari, bunaqa 5 ta funksiyali boltalari, gazlari, chopqilari, vilka pichoqlari, mana bu yerda choynaklari, ovqat pishiradigan narsalarigacha bor. Buni bitta yaxshi tarafi mana bu tegida qo'rasi ham bor buni. Mana tepa taraf olinadi, tegida qo'rasi bor. Zakaslar bo'lsa aytaverasizlar.